Bugünkü sağa hürmetlik vatandaş 2023 yıl 6. ayının 19. gün hafta Düşenbe. Endeki mavzu nime deseniz biz başta ettik Ukrayna armiyası ile Rusya armiyası oturusundaki uğraş. McMaster'ın yani bir cümle süzmeye de kep kaptı onu anlayıvetenler vatandaşlar. Başta neyim dedik? Çünkü itiraf kıldı dedik. Yani bir cümle sözü yakın yıllardan beri addaydı McMaster. Amerika çünkü münasebeti özgürüp tekeme ciddileşti. Tayvan'ga münasebetlik, kişilik hukuk münasebetlik, iktisadi casusluk hareketlerine savdo ticaret Janubi dengiz hem de Ukrayna urushi qatorliq bir qator masalalarga münasebetlik masalarda ikki davlat münasebeti Amerika Cumhuriyeti münasebeti ciddileşti. O'tgan yil 8 ayning 2 kuni Avam palata boshlig'i Nancy Pelosi Tayvanni ziyorat qilganda Amerika Cumhuriyetining jiddiy vaziyati shu hamon texmo jiddilashib ketdi. Sobiq davlat bexatarligi maslahatchisi McMaster yana bundoq ko'rsatdi. Ikki davlat Amerika Cumhuriyeti armiyalari Tayvan bo'g'izida va Janubiy dengizda ikki qatim to'qnashib qilishga tas-tamas qildi. Bu ahvol shuni ko'rsatib berdiki, Cumhuriyet Kompartiyasi dunyoda bir o'rin, bir martaba yoki bir inovat topmoqchi bo'layotdi va shuni tepishga urinayotdi deydi McMaster. Endiki mavzu mandaq bo'lib Ukrayna deydi vatandaş. Ukrayna armiyasining qaytarma hujumi reaksiya davri kirdi. İki tarafda ig'ir o'lim, yetim hodisasi yuz berdi. Mavzuli xabar 6 ayning 18 kuni Vanviet torbiyeti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Angliya amaldori mundaq ko'rsatdi. Ukraynaning qaytarma hujumi Rossiyaning bir necha oydan beri tiklagan mudofaa sistemasiga bevosita yuzlandi. Nayta ig'ir talafot paydo bo'ldi. O'xshashli bir vaqtda ba'zi rayonlarda Rossiyaning harbiy ishlar talafoti pek ig'ir bo'ldi. Ikki tarafning urushni talafotisiga, ikki taraf o'tirish urush talafoti ustiga yana talafot kayni-kaynda arqa-arqada yetib keldi. Amerika Birlashma Agentligiga mundaq ko'rsatdi vatandash, eng keskin urush sharqi janubdagi Zaporoj rayoniga markazlashdi. Yani bu Bakhmut rayoniga markazlashdi. Yani shundoqla Ukraynaning g'arbidagi Donetsk rayoniga markazlashdi. Garchi Ukrayna armiyasi urush xabarlarida asl ilgirlash hosil qilganligini xabar qilsa-mu, lekin Rossiya armiyasi mudofaasi Ukrayna armiyasining ilgirlash suratini ostiltib qo'ydi. Ukrayna avatgan Donetsk rayoni ma'muriyat boshlig'i Paulo Korlenko mundaq ko'rsatdi. O'tgan bir kunda 2 nafar grajdanning vafot bo'lganligini, 3 nafar grajdanning yarador bo'lganligini, 4 nafar askariy qism jangchisining yarador bo'lganligini ma'lum qildi. Shundaqla Moskva belgilagan Zaporojning ma'muriy amaldori Vladimir Rogo mundaq e'tirof qildi. Ukrayna armiyasi oldingi sepedagi, ya'ni Zaporoj oldingi sepedagi Piyat nima dedi? Oldingi sepedagi Piyat xatkerni tizginladi. Demek Rusya ile Ukrayna armiyasi ciddi elişivatıdı. Muşundaq paytda Ukrayna armiyasi Zaporojning oldingi sepedagi Piyat xatkerini tizginladi. Yani bunun da Ukrayna armiyasının üstünlük ekanligini qarashtirib e'tirof qilyapti. Bu suratli xabar ekan vatandosh. Qarab baksanız insan ishchingiz serilib ketadi. Haligi jang maydonida vafot bo'lgan jangchilarni ko'rib ishchingiz serilib ketadi. Siz biz odam vatandosh
adamdaki tuygu, adamdaki hissiyat, adamdaki anqırış, adamdaki köngül biliş ve adamdaki düşünüş müşlarının hemmesi meyli psikologiyalik hadisler olsun, meyli akli hadislerinin hemmesi nim buluşun kat'i nazar bu süratli haberini körsünüz vatandaş. Eçini siz hem de o üzünüzün bütün turmuş ve hayatı münasebetlik dep qarğınыңız bu insaniyetle hazır Avrupa rayında bulup atkan bu uruşdan ahirki neticesi kandak buludu ve yani dünya kandak tesir görürsün. Bunu elbette oylamayın, tura almayın.